Sochlar go'zalsiz Yildiz. Rostdan, rahmat. Nima kelyapti menga? Allah Allah, bu banda olan yo'q sanda. İşleringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'z qalaysiz? Rahmatulloh aka, qo'lingizda olmasiz bo'lsa bir 20 ta fanton o'ynab ko'ring. İkinci bir şansım belki de olurdu. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Luffy hoş geldin. %100 enerji. %100. O'zingiz yaxshi qizsiz-ku. Yigitlarni azoblab qo'yasizda. Nimaga? Nimaga? Tam tam taram tam. Rahmat. Bu go'zalsan, chiroylisan deganlar bor-ku, o'shanaqa insonlarni ichi qanaqa bo'lsa, qarshidagi odam ham shunaqa ko'radi. Bir xillar keladi. Voy, muncha xunuksan, voy muncha unaqasan deydi. Bir xillar kelib muncha chiroylisan deydi. O'sha insonlarning ichi toza. O'shaning uchun qarshidagi insonni ham yaxshi insonligini ko'radi. Sochimni yig'ib olaymi? Sochimni yig'sam yarashdimi yoki yoyilganimi? Sizni hamma yaxshi ko'radi-ku, maftunkor Yildiz. O. O. Gerizekalı Kürşat, hoş geldin. O'tkinchi Xudoga nima javob berasan? Xudogami? Tushunmadim. Hozir masjiddan chiqdingiz o'qishda siz. Masjidda domlalar sizga rosa o'qitdi. Bilindi. Men bu yerda sikishib o'tirmayapman. Efirimni qilib o'tiribman. Jonim menim. G'amsiz hayot, hoş geldin. Ali, hoş geldin. Kiyinish borasida bugunning qirolichasi o'zisiz. Rahmat. Kiyimlarim o'zim tikaman. Buni ham o'zim tikdim. Qalay chiqibdi? Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Lui, tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, ne bloque pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner. Qatlisiz Toshkent. No, Turkiyada yashayman.
Hasanboy aka xush keldingiz. Jasur aka xush keldingiz. Kod qisib o'tir, kod o'zinki bo'lsa ham dal bu yo'q. Kod olib bormay, efirimga kelib olib aql o'rgatasan. Aydraqam, rahmat. Vous qui me connaissez, j'ai la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du Qizim Turkiyada katta bo'layapti. Bu oddiy holat, bunaqa kiyinishlar, bunaqangi xarakterlar, debda oddiy hol. Sen men tashvishim qilmay qo'yar. Ko'tina aql chichasan, dal bu yo'q. Turkiya, Yevropa bosavering. Yurakka olmayapsiz. Yo'q. Olmayman. Buxoromilar shunaqada. Ular vidushi ko'ti yonib ketadi. Hayot bir marta o'shani ayting. Hayotda chiroyli yashab qolish o'z-o'zi qo'limizda. O'z jivitini ko'rmadingizmi? Yaxshi qiz, Burak o'z chivitni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Nima bo'pti? Efiringizga gap yo'q, rahmat. Nima bo'pti? Qayerga hoş geldin? Va hali ham oddiy gaplashib o'tiribman. Ana qilpanlab o'ynaganlarim ko'rsa bechora yurakdan ketib qolar ekan dalboy. Voy nima? U yo xoz domla ana natasi o'qigan unga yo masjiddan chiqqan, ana bayramda namozidan chiqqan yoki bo'lmasam birorta bir vidushi. Men charchagan vaqtim maza qilaman. Rahmat asalim. Bugun hozir rosa charchaganman-da, o'shaning uchun harakat ham qilmayapman. Aytdim, bugun biroz gaplashib o'tiray dedim. Shunchakiga kirib gaplashib o'tiray dedim. Bunga bayıldım, beğendim, mest oldum efendim. Bu nasıl güzellik, kırmızısı o renk, aman. Kecha aroq ichuvdik, kayfi oshib uyga bormabdi. Ya men Burakchi o'z chivitni xotini bo'lmasam qaydan bilaman, uni qayerda ichib qolib ketganini. Kelsangiz yaxshi shu efendim, Alloh nasib. Ajoyib. O'zbeklar ajoyib, o'zidan ham so'zi ajoyib dedi-yu. O'sha gap to'g'rida bor. Siz Mizrob bilan battle o'ynaydi. YouTube ketasiz uni. Mizrob? Mizrob kim? Anami turkiyalik vidushimi? Qarindoshiga olmoqchiman. Nima olmoqchisiz? Tushunmadim. Turkiyalik, ha. Çok mu konuştum, özür dilerim. Ya saçma sapan şeyler konuşma, bak engeller atarım ha. Sen söylemesen de güzelliğimi kendim biliyorum. Ondan destek ver. Boş laflarını götüme mi sokacağım? Beni küfür ettirme şimdi bak. Zaten o gün aynı küfürlerden 10 dakikalık ban yedim. Bugün de ban yemeyeyim zaten. Muhabbet edeceğim diye geldim buraya. Bir daha yazarsan engeller atarım. Merhaba Yıldız. Şahin hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Acayip bu adamlar var o. Burak Özçivit'i gördünüz mü? Nima bo'pti ekan deb ben içip uyga bormabdi desa. Ay Xudoyim ha. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum.
Men uni xotiniman, singlisiman, onasiman, qaydan bilaman qayerda ichib qolib ketganini. Yigitim bo'lmasa. Og'zim yara bo'lgan bor, mana shu yetimni ichidan yara bo'lgan. Tishimni yuvayotganimda shunaqa qattiq yuvayotgandim. Shunda tegib ketdi. O'sha yara qilardi boru. Zo'rg'a gapiryapman. Ne var ne yok Yıldız Hanım, ne olsun kömür kentli. Her zamanki gibi bir şey yok. Her zamanki gibi aynı. Sadece yemek yaptım 2 günlük. Kıymalı pide yapmıştım. Bugün de güzelce sarma sardım. Hep yemek yapma, dinlenme modundayım şu anda. Mimikleriniz acayip, teşekkür ediyorum.